Şir bilan yo'lbosning qaysi eng kuchli? Bu bo'lsa bas munozara qilingani intayin uzun bo'lgan dunyoviy masalaning birisi. Menimcha bugun biz birlikda ko'p nuqtadan bu ikkisining qaysi hayvonot podshoyi degan savolga javob deb baqaylik. Birinchi tan shakli selishtirmasi. Qoramig'i yetgan erkak yo'lbosning tenining uzunligi 3 metr atrofida, bada eg'irligi 270 kilogramm keladi. Shirning bo'lsa 2 metrdan 3 metrgacha, bada eg'irligi 250 kilogramm atrofida keladi. Yo'lbosning mo'ri egizligi 0.8 metrdan 1.2 metrgacha, shirning bo'lsa 0.8 metrdan 1.3 metrgacha keladi. Bu xil statistik bo'yicha qarasak ikkisining farqi ancha cho'ng emas. Ammo shirning yoylisi bor bo'lg'achqa qarmoq o'riq ovoq ko'rinadi. Ammo Sibiriya yo'lbisi kuchli muskullari taraqqiy qilgan ko'rinadi. Shu sababdan nurg'un kishilar garchi tushunmasimi bir qarabla yo'lbosni kuchli deb qarashining sababi shu. Ikkinchisi turmush usuli. Yo'lbos bo'lsa yolg'iz harakat qiladigan hayvon. Shir bo'lsa to'plashib yashaydigan hayvon. Agar bu ikkisi murakkab muhitdagi raqobat yuzlansa, yo'lbosning yashash iqtidori shirq qaraganda ko'rinarli ifodalandi. Uning ustiga yo'lbos yolg'iz yashash jarayonida hushyor bo'lishlik iqtidorini intayin mukammal yetilgan. Shu sababdan mayli ovlash bo'lsin yoki mudofialanish jihati bo'lsin, yo'lbosning muvaffaqiyat qozonish nisbati intayin yuqori. Shirga kelsak, shir to'plashib ovlashga, hamkorlashib ovlashga alohida ahamiyat berdi. Shundoq bo'lsa, lekin barliq erkaklar intayin qaysar bo'lib bir umr kurash oldida yashaydi. Chunki ular huquq talash jihati bo'lsin yoki o'zining zamin tavalligida boshqa hayvonlar bilan yemaklik talashish bo'lsin, ular har vaqt tahdid va xiris ichida turadi. Shunga ularning tug'ilishidan boshlab gen qurilmasiga urushqoq degan so'z singib ketgan. Shunga yovvoyi muhit yashaydigan shirlar intayin kuchli bo'lgan amaliy kuchga ega. Eng yangi kino teatrlarni dal vaqtida ko'rmoqchi bo'lsangiz, Leglik 77 saloniga ergishib oling. Har kuni eng yangi kinolar yangilanib turdi. Oylik azaligi oralida turgan. Avtomatik yaq tutib olmaydi. Uchinchisi badan sijilligi. Shirning muskul qurilmasi badanning 60% ni egallagan. Ammo yo'lbosning muskul qurilmasi intayin qo'rqinchli bo'lib 65% dan 70% gacha keladi. Shir 8 cm uzun ham o'tkir tishga ega. Tishlash kuchi 450 kg yetadi. Yo'lbos bo'lsa texim o'tkir tish va tishlash kuchiga ega bo'lib, tishi 9 cm keladi. Tishlash kuchi hatto 500 kg yetadi. Mayli tishlash kuchi o'tkir tishi hamda sezgirlik jihati bo'lsin, u shirdan bir daraja ustun holatda tura oladi. Uning ustiga yo'lbosning orqa puti intayin kuchli bo'lib, o'r turib oldi ikki puti bilan hujum qila oladi. Shir faqat bir puti bilan qarshi taraf hujum qiladi. Universal jihatdan ilib etsak, shir qaysar ham botirlikning simvol bo'lib kelgan. Qadimki nurg'ulg'an madaniyatlarda mu shir hayvonot podshoyi deb qaralib kelgan. Angliya xonlik g'irbisidagi shir buning eng yaxshi misoli bo'la oladi. Bu balkim shirning Afrika yoylig'idagi qaysar irodasi, sunmas ro'yining kishilarda qoldirgan ta'siridan bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'lbosga kelsak, yo'lbos bir qadar jonliq ovlash tipidagi hayvon. Ular doim qadimki afsona cho'chaklarda tilg'aylanadi. Undan boshqa nurg'un davlatlarning bayrog'i hamda tamg'isida yo'lbosning ko'gini bo'ladi. Shir bilan yo'lbosning yashash muhiti o'xshamashqa bu ikki qaltis ovchi asos jihatdan uchrashib qolmaydi. Ammo qadimdan hozirgacha mayli serik o'mikida, hayvonotlar bog'chisida yoki insonlar o'rinlashtirgan ikkisini do'yilga silish maydonida bo'lsin, ularning qonliq jang natijalarini topqili bo'ladi. Bu janglarda ba'zi yo'lbos yengan, ba'zi shir yengan. Hindistonliklar burun ikki cho'ng kichikka o'xshaydigan shir bilan yo'lbosni ilib kelib do'yilga silib boqqan. Ikkisi qafasdan chiqqan shu daqiqada qattiq o'rkirgan bitib bir-biriga qarab etilgan. Ular o'zining o'tkir tirnoqlari bilan qarshi taraf hujum qilgan. Bu chaqda yo'lbos shir qaraganda tez surat hujum qilib shirning badanining 20 necha yerini yaralandirib etgan. Ammo shu holatimi shirning qaysarligi qat'iy bo'shib qolmay to'xtamay yo'lbos hujum qilgan. Ikki taraf taxminan 50 marta urushgan. Yo'lbosning dumisi qattiq yaralangan. Shirning bo'lsa mo'r tarafidan cho'ng bir to'shik ichilib qolgan. Hamda uning harakat qilishini to'sib qo'ygan. Eng oxirida shir qattiq yaralanganlikdan o'rnidan tura olmay bu jang yo'lbosning g'alabasi bilan oxirlashgan. Biz burunqi har qaysi uchurlarni selishtirish va statistik qilish orqali shuni ko'ra olamizki, cho'ngligi va badan safasi o'xshash bo'lgan yo'lbos bilan shir urushib qolsa, natija 6 da 4 bo'ladi. Yo'lbos shirdan sal qaltis hisoblandi.